Aron centerdan xudo xolasa 12 sotiklik yerimiz chiqib qoldi. 12 sotiklik yerimiz qo'yganmiz. Ko'pchilik lokatsiyasini tushunmayapti. Endi lokatsiyasi, ya'ni hokimiyat to'g'risida beku bor, eski beku hozir Ayil bank bo'lib ishlaydi. Shu yerdan Oktyabr ko'chasiga qarab yurganimizda birinchi o'ng qo'ldagi ko'cha, ya'ni eski bank ko'chaga kirganimizda zdaniyamiz shu yerda joylashgan bo'lib, bu sotigimiz mana 12 sotik deydi. Ko'rib turgan zdaniyalarimizni hozirlarga ponni obzor qilib beramiz. Hozir sizlarga ponni uyimizni obzor qilib beramiz. Ungacha mana hozir shu joydan videoni boshladik. Ya'ni bu uyimizni sotiga 2 million so'mdan deyilyapti. Sotiga 2 million so'mdan 12 sotik, 12 sotik. Bu zdaniya, ko'rib turgan katta zdaniyamiz. Bugungi kunda quraman desangiz 6 million so'm pul sarflanadi. 6 milliondan oshiqroq sarflanadi. Ya'ni usta haqqi, ko'rib turgan g'ishimiz, zdaniya sizlarga besplatniy bo'lib qoladi. Ko'rib turgan bu zdaniyamiz juda mustahkam bo'lib qurilgan, armaturalarni o'zingiz kelib ko'rsangiz bo'ladi. Zdaniya sizlarga besplatniy bo'lib qoladi zdaniya. Ko'pchilik bu uyda narxini qimmat deyapti, lekin arzon. 1,5 million sotiga shunaqadan ketyapti. Ya'ni 3 ko'prik, parsezlardan shunaqa ketyapti 1 million 800 ming. Bu yerda esa sentrda oq markazda sotiga 2 million so'mdan ozmoz kami bor deyapti. Zdaniya ham yerda narxida ketib qolyapti. Besplatniy tushib qoladi. Zdaniya katta zdaniya sizga solingan. Hozir sizlarga fonni ko'rsatib beraman. Bu yerdan boshlaylik. Mana kirganimizda birinchi qo'lda, ya'ni bitta xohlasangiz ko'kna qilib qo'ysangiz bo'ladi. Katta xona solingan. Bu yerda o'zini mana shu yerda o'zi 4 metr hisobladim. Bu joyimiz ham anchalar 5 metrmi shunaqa katta joy, zal. Xoling bu joy sentrda, lokatsiyasi, xoling buni mehmonxona qiling, xoling o'zingiz yashang. Ko'rdinglar, sizlarga hozir ponni tashqarilarigacha ko'rsatib beraman. Zdaniyaning tashqari ko'rinishi, ichkari ko'rinishi. Devorini to'sin tashlaysiz, xoling shunday yopasiz. Xoling shunday yana 3 etaj qilib ko'tarib oling. Tashqari tomonga xod. Tashqari tomonlarni ham sizlarga ponni ko'rsataman. Videodan uzoqlashmanglar. Xudo xolasa videoga like bosib, podpiska tashlab, Aronni hamma tanishlar tashlab, xudo xolasa bu kanalda to'liq uylar, reklamalar chiqadi. Aronni nima yangilik bo'lsa, xabardor bo'lib turasiz. Ya'ni sentrdan kelamiz, ko'ryapsizlar, yo'lni bo'yida. Xolasangiz bu tomondan ham kelsangiz bo'ladi, o'rtada ko'chadan ham kelsangiz bo'ladi, chekayot tomondan, bank ko'chada. Ko'ryapsizlar, mana zdaniyamiz anchalar keng, katta. Mana hozirlarga ichkaridan kirib ko'rsatamiz. Robotdan ichkari tomon ko'rinishi ko'rsanglar bo'ladi. Anchalar keng, mana ichkariga solingan. 16 ga 14.70 solingan zdaniyamiz. Juda ham mustahkam bo'lib solingan. Ya'ni bu armaturalari ham xudo xolasa 5 etaj deyapti. 5 etajgacha ham moslashgan deyapti. Bemalol baland qilib solsanglar bo'laveradi. Tay esa ponni podval. Mana bu tomonida mana grant ham bor ekan. Uyimizni mana bu tomondan ko'rinishi. Uyimiz nari qo'shni tomonga yopishtirilib, o'sha zdaniyamiz solingan bu. Ko'rib turgan korpusimiz. Orqa tomonga o'tirgan xod. Mana uchotchilar qo'yilgan ekan. Grant ko'rsatildi, grantda muammo yo'q. Tayyor, podval. Joyda suv hovuzi ham bor ekan. Mana bu orqa tomondan tandir ham bor ekan. Endi tandir buzib, hozir yangilik, hozir mashina ishlasangiz bo'ladi. Bu joyda letni dush ham bor ekan. Qarang. Bu joyimiz podval. Podvalda ham sizlarga bir qator ko'rsataylik. Kommentariyga обязательно yozinglar. Bizga kommentariyga like bosinglar, xudo xolasa videolarni uzoqroq ko'proq inson ko'radi. Ko'rasizlar, anchalar keng podvalimiz, balandligi ko'rsangiz bo'ladi. Ya'ni qo'lim yetmayapti. Anchalar baland. Bir 270 chiqsa kerak, 270, 3 metr chiqmasa kerak-ku, 270, 3 metrga yaqinroq ekan. Zdaniyadan to'liq tagi podi podval. 250 kvadrat edi bu shunday. Anchalar keng. Kelajakda xohlasangiz, ya'ni oldi tomondan ochib, bu tomondan xod qilsangiz ham bo'ladi. Ko'ryapsizlar, zdaniyadan anchalar baquvvat olingan, regllar juda mustahkam. Sizlarga tashqari tomondan ko'rsatamiz. Bu tomonda огородlar, anjirlar. Seli molxona 2 etaj qilib solingan. Kerakdan emas, hammasi sasnadan solingan ekan. Ko'ryapsizlar, anchalar baquvvat.
oxirlargida foydalanmagan ekan. Bu tomonni qo'yxona qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu tomonimizda hojatxona ekan. Mevali daraxtlar bor. Yong'oq pishib yotibdi. Agar xohlasangiz bu tomondan ham o'tib olsangiz bo'ladi. Ya'ni bu maktab tomonga chiqib ketgan xud. Egalari nomeri doim pastda описаниеda bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqib qolasiz. Agar siz reklama bermoqchi bo'lsangiz, bizning nomerimiz 998 bilan 99 80 nomerlariga bemalol aloqaga chiqib qolasizlar. Yoki shu yerda o'zing haber kelishtirib desangiz, chiroyli narxlarda xudo o'zi kelishtirib beraveramiz.